Mana buni qarang, zapaska hali tushmagan. 35 ming bo'libdi probegi. Uni ustiga zapaskasi hozirgi mashinadan ingichka bo'ladi-yu, unda полноценная zapaska deydi. O'zini baloni bilan bir xilligi. Hyundai Tucson'ni eng fuli. Vashi ideal ekan holati. Polni panorama, Abduf, Abagrev, Eco Drive, Sport rejimlari bor. Balasi ushlaydiganlar bor ekan. Slipoy zona, hamma narsa bor. 4 karra turbo, 4 ta balon tortadiganligi surishtirib ko'ring. 23 ming, 24 minglar ham sotishyapti. 20 ming 250 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. 44 minglarga ham adashmasam olingan o'sha paytlarda. Hozir ham shunday Tucson'ni yengisi falon pul turadi. Mana shu kapotini ustida faqat kraska tegan joyi bor. Hech qanaqa udar yo'q. Menimcha yo'q, qirilgan yoki nimadir bo'lgan. Lekin mashina udar yo'q. Ideal holatda. Bosib yuboring, yaqinlaringizga tarqatib qo'ying, sotilib ketadi ya. Любой mashina olganda bitta tekshirtirib oling kraskalarini. Chunki ko'pchilik tozalab sotib oladi, undan keyin tozalab sotadi, lekin tekshirmagan bo'ladi. O'zligi ham bilishmaydi, u yoqda kraskasi bo'lsa. Misol uchun A-bozori o'zida tekshirib berish xizmati ham bor. Mashinalar tekshirilgan holatda ham bo'ladi. Buni tekshirtirishga vaqtimiz bo'lmadi. Tekshirtirib olasiz, bo'ldi.